Assalomu alaykum. Xudo xolasa mana biz zavodimizda yangi sezonga tayyorgarliklar ketyapti. Bu tarafda mana ishlarni oxirlab qoldi bundan ichida. Bu tarafda esa mana turbalarimiz tushyapmiz. Filtrga moslab pastga ishlarni yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Sifatlar a'lo darajada tushyapti. Oxirlab qo'ygan bo'lsa ham Xudo xolasa yangi sezonga tayyorlab qo'yganmiz. Ko'mirlar bilan ishlar boshlanadi. Sanoylar ham Xudo xolasa tayyor holatga kelgan. Ishlarimizni yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafda limon ishlari degandek. Biz mana sanamiz 2026-yil 16-fevral. Alloh qo'ygan yeslarga nashriyat qilganlar. Shunday ishlar kerak bo'lsa, nomerlar pastga qoldiramiz, aloqaga chiqaveramiz.